kuzatuvchilar, biz mana lazer operatsiyalarimizni davom ettiryapmiz. Bugungi patsientkamiz Termiz shahridan 1966-yil tug'ilganlar. Bu kishida ham ichki ham tashqi gemoroylar, aralashtirilgan gemoroylar bezovta qilib kelgan. Asosan og'riq juda kuchli bezovta qilganligi sababli biz hozir lazer operatsiyaga tayyorladik va mana mahalliy anesteziyadan so'ng lazer operatsiyamizni boshlayapmiz va sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. Yaxshimisiz opa? Ha, bo'ldi. Aziz kuzatuvchilar, mana biz patsientkamizni lazer operatsiyasini tugatdik. Patsientkamizdan so'raymiz. Opa, qanday o'zingizni his qilyapsiz? Yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Operatsiya paytida og'riq sezdingizmi? Вообще. Hech narsa bezovta qilmadimi? Yoqdimi sizga lazer operatsiya? Отлично. Yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana patsientkamizni biz lazer operatsiyasidan keyingi holatini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Bemorimizni kayfiyati yaxshi, bemalol hozir operatsiyadan keyin mana yarim soat dam olib bemalol tushdilar. Uyiga javob beryapmiz. Bu kishida ichki va tashqi gemoroy tugunlari bor edi. Shuni bezovta qilib og'riganligi sababli mana lazer operatsiya qilib qutuldilar. Opa, sizga yoqdimi? Operatsiya? Yaxshi. Og'riq umuman sezmadim. Sezmadingiz. Do и после. Mana hozir уже og'riq qoldiruvchi dorilarimiz tarqadi уже, ta'siri yo'qoldi, lekin siz yaxshi o'zingizni his qilyapsiz. Endi biroz sal achishibroq turishi mumkin, unda diskomfort bu. No, lekin unda chidaydigan darajada. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar.